Assalomu alaykum podpischilarimiz. Mana bugun 8-mart onajonlarimiz va opa-singillarimizning bayramlari. Shu munosabat bilan ushbu do'konimizdan chiroyli atirgullarimizni olib, onaxon va opa-singillarimizga taqdim qilamiz va bayram bilan tabriklaymiz. Assalomu alaykum. Bayramlar bilan tabriklaymiz. Uzoq bo'lsin. Rahmat, uzoq bo'lsin. Bayramlar yaxshi kutinglar. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Kızım. 8-mart bayramlarınız bilan Rahmet. tabriklaymiz. Rahmet balam. Burça olsun. Hammaga rahmet. Sağ olun. Rahmet. Bayramda demamiz mi akar? Olamaz. Ay koyun ay. Ay. Ne var orada 60 kilo seni? Al yaşa bırakın. Olur. Assalomu alaykum. 8-mart bayramlarınız bilan tabriklaymiz. Hemen tebrikliyimiz. Aleykümselam. Rahmet. Assalomu alaykum. 8-mart bayramlarınız bilan sizga de tabriklaymiz 8-mart bilan. Yana bugun 8-mart bilan hamma onajonlarimizni, opa-singillarimizni tabriklaymiz. Biz yana tabriklashda davom etamiz. Bayramni yaxshi o'tkazib. Assalomu alaykum. Sizni 8-mart bilan tabriklaymiz. 115-do'kon nomidan. Rahmat. Sizlarga ham tabriklayman. Sizlar loyihalarda tashkillashib bergan onaxonga rahmat. Bayramlarda yaxshi o'tiringlar. Assalomu alaykum. Sizni 8-mart bayram bilan tabriklaymiz. 115-do'kon nomidan. Bayramda yaxshi o'tiringlar. Rahmat. Assalomu alaykum. 8-mart bayramlarda. Rahmet, rahmet. Sog' bo'lsin. Bayramlarda Tebrikliyimiz. Rahmet, rahmet. Sağ olun. Assalomu alaykum. 8-mart bilan tabriklaymiz. Umrlarimiz uzoq bo'lsin. Rahmet. Sağ olun. Rahmet. Sağ olun. Buyurni ahlini, hamma ayol qizlarni, opa-singillarimizni, onaxon, momolarimizni, hamma
Budek qizlarimizdan 8-mart ayyomini bilan tabriklaymiz. Sizlarga xaridingiz uchun rahmat, kalla uchun rahmat. Hamisha do'konimizda kutib qolamiz. Barchangizni bayramda yaxshi kayfiyatda o'tishlaringizni tilaymiz. Kutmaylik do'stlar, fursat yaqin xotirjam kutmaylik do'stlar, bir shirin so'zimiz darib kutmaylik do'stlar, onajonlar bayramidir 8-mart. Bir umrga afsuslanib kutmaylik do'stlar, fursat yaqin xotirjam kutmaylik do'stlar, bir shirin so'zimiz darib kutmaylik do'stlar, onajonlar bayramidir 8-mart. Onajonlarimizni tabriklab qo'yaylik, opajonlarimizni tabriklab qo'yaylik, singiljonlarimizni tabriklab qo'yaylik. Ayollar bayrami bugun 8-mart. Onajonlarimizni tabriklab qo'yaylik, opajonlarimizni tabriklab qo'yaylik, singiljonlarimizni tabriklab qo'yaylik. Ayollar bayrami bugun 8-mart. Shirin so'zlardan tering, ko'nglingiz xotirjam bo'lib ko'krakni kering. Opa singillar kutmagan sovg'alar bering, opajonlar bayramidir 8-mart.